25 kilo eksangiz, 25 kilo shunaqa o'zasi. 90% mana shunaqa bo'ladi. O'zi bundoqda haligi dehqonchilik chiqayli bo'ladigan bo'lsa, mana shu tana yopolmay qoladi. Keyin yana bir narsa, Shavkatjon aka, iloji bo'lsa, siz o'zingiz molingizni boqasizmi, yo'qmi borasizmi? Iloji akasiga sotaman. Buni yaratgan o'zi avtori mana bakkamni silosini alohida qilib, alohida muomalaga yedirib solishlikni keyin mana buni hozir mana buni ozgina qo'yib vaqt bersangiz, mana shirasi. Yo, buni hozir barqda ham o'sha siz aytgan holat qanday deyarli katsilla holat bo'lyapti. Hozirgina. O'sha gapingizga ma'qulroq bo'lishi mumkin o'sha gap. Shira ham bor mana bunda. Men buni hammani biologiya, suxovishtvasi, yog'i, proteini, kletchatkasini hammasini 9 yil ishlaganman bu debetchilarda. Chista silosga yaratgan nima? Boshqa silos bilan aralashtirib olmaydi. Alohida yamaga bosinglar, sut sog'in sigirmi, sutinglarni ko'ringlar. Boshqa silos bilan qanaqa beryapti, men silos bilan qanaqa beryapti. Semirtirish yo'nalishida bo'lsa, semirtirishni alohida berib ko'ringlar, keyin sizlar videosi qilasizlar. Bu hali yarim rezultat bo'lyapti buni. Buni ko'tarib olib, faolingiz 100 tonna olganingiz, bu sizni yarim ishingiz bo'lyapti. Keyingi ishingiz bo'lyapti. Shuni qilinglar, keyin menga bilan gaplashasiz. Men o'shanga qiziqqanman. Rosa haqiqatan. Bunaqa oziqali silosi keyin qilib ko'rasizlar. Degan joyi bor. Sinab ko'riladi. Shuni bir o'shani iloji bo'lsa shunaqa qiling. Mayli.